Falaq nashrdan navbatdagi fantastik badiiy asar. Bu gal u bizga yana ham jiddiyroq falsafiy fikrlar beradi. Qirollik oilasida qiz farzand tug'ildi. Ammo qirolicha qizalog'ini dunyoga keltirish chog'ida vafot etdi. Tug'ilgan chaqaloqda ham nimadir boshqacha edi. U hissiyotlarga berilgan vaqtda sochlari avval kulrang, keyin esa oq rangga o'zgarib qolayotgandi. Bu holatdan keyin saroyda bu chaqaloqqa la'nat tekkan degan mishmishlar urchib ketdi. Hatto bunga shoh ham ishonib, farzandini ko'zdan pana qilib tashladi va yillar davomida qizalog'i bilan umuman ko'rishmadi. Asar bermoqchi bo'lgan mazmun mohiyat shundaki, agar boshqalarda yo'q qandaydir xislatingiz bo'lsa, buni nuqson emas, balki ne'mat, qobiliyat deb qabul qilishni o'rganing. Uyalmang va o'zingizni boringizcha ko'rsatishga harakat qiling. Shoh Xurshid mana shu yerda xatoga yo'l qo'ydi. U qizalog'i bilan o'tkazishi mumkin bo'lgan eng shirin damlarni qo'ldan boy berdi. Fantastik janrdagi kitob sizni ertaklar olamiga olib ketadi. Kutilmagan o'zgarishlar va burilishlar esa oxirigacha intrigani saqlab qolgan. Va balki yakun ham ertaklardagi kabi chiroyli tugamasligi mumkin. O'qib ko'rganlar izohda fikringizni qoldiring. Spoilersiz video uchun esa like bosing.